2020-yilda ishlab chiqarilgan Mokri GK2 Gentra sotuvda. 4 ta yumshoq balonlari bor. Gofform yumshoq balonlardan qo'yilgan. Amerikanka optostoplari bor. Kraskalar top-toza. Yurgani kilometri 187 ming yurgan. Ichki holatlari chexol polilari taqilgan. Mashina avtomat. Ularni qo'yilgan. Ichki holatlari ham juda tiniq holatda, yaxshi holatda. Olasiz minasi tayyor mashina. Buni pulini 10 mingdan tushib berishadi. 10 mingdan ustida gaplashiladi, lekin o'sha pastga o'sha 10 mingning atrofida. Hech qancha tushilmaydi, lekin sunnatiga o'tib beramiz ishni. Metan 5-pokoleniya metan injektor. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsalar ham bo'ladi. Mashina o'ta tiniq holatda.